Qo'l energiyasi qanaqa qilib ishlashini ko'rsatib bermoqchiman. Uning uchun qo'lingizni mana shunday shaklga keltiring. O'ng qo'lingiz tepada, chap qo'lingiz pastda. Bir-biriga yaqinlashdi. Issiqlik chiqayotgani sezilyaptimi yo'qmi? Qaysi biriga beryapti? Tepadagi pastga beryapti. Ya'ni energiya oqimini his qilyapsiz. Mana bu qo'lli energiyasi hisoblanadi. Har bir insonda bu energiya bo'ladi. Teskari qilsangiz, mana bu tepadagi qo'lingiz beruvchi, bunisi o'tkazuvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni shu qo'l energiyasi deydi. Namoz paytida qandoq turamiz biz? Mana shunday. Qo'limizni kindigdan ikki barmoq pastga qo'yamiz. Bizda aynan CI degan tochka bor. Bu ichki quvvatni shakllantiradigan nuqta hisoblanadi. Ayollarda ko'krak qafasida ikki barmoq pastda joylashgan bo'ladi. Ularniki bundoq turadi. Qachonki biz qo'l energiyasidan foydalanayotganda mana shu holda turadigan bo'lsak, o'zimizni energiyamizni bir yo'nalishda o'zimizga qaytaramiz. Qo'l energiyasini his qilsang deydi, shu holatga zo'r kirgan bo'lasiz. Alloh taolo mana shu namozimizni ichiga 4 ta narsani sog'lig'ini yashirib qo'ygan. Ruhni, qalbni, aqlni hamda tanani.